3-sinf qizim maktabdan kelyapmiz yo'lda. Menga savol beryapti. Dada deyapti, agar deyapti sizni 1 million yuan pulingiz bo'lsa deyapti. Yuan endi Xitoy pul birligi. 1 million yuan pulingiz bo'lsa deyapti. Siz nima qilgan bo'lardingiz deb menga savol berdi. 9 yosh bola. Nimaga bunaqa savol beryapti? O'yladimda, agar dedim, meni o'shancha pulim bo'ladigan bo'lganda, men o'sha pulni ko'paytirish harakatida bo'lib, biror narsaga tikkan bo'lardim, investitsiya qilgan bo'lardim deb javob berdimda, o'zinikini so'radim. Sen nima qilgan bo'larding dedim. Dada dedi, siz to'g'ri javob berdingiz, men ham shunday qilgan bo'lardim dedi. Men dedi, uy sotib olmasdim dedi. Men mashina olmasdim dedi. Men dedi, o'sha pulni ko'paytirish uchun dedi, biror joyga investitsiya qilgan bo'lardim dedi. 9 yosh bola. Demak, bu faqat qizingizning fikri emas, demak, o'sha aksariyat 9 yoshlar xitoylik bolachalarning fikri shunaqa. Men undan so'radim keyin. Buni qayerdan bilding? Nima uchun bunaqa savol berding? Bizda dedi, shu darsda dedi, o'qituvchimiz bizga o'rgatdi shu narsalarni dedi. O'rgatadi bizga dedi, shunaqa narsalarni dedi. Siz 9 yoshlik 3-sinf paytingizda shu narsani o'rganganmisiz? Tolibjon 11-sinfda ham bilmaganmiz. Kerak bo'lsa, 11-sinfda ham bilmaganmiz. Chunki bizda u narsa rivojlanmaganda, bizda jamiyatda shu narsa bo'lmaganda u narsa. Hozir ham deyman, masalan, qo'pol qilib aytganda juda ko'pchilik 90% bolalar masalan bunaqa narsalar haqida moliyaviy bilimga ega emas. Ega emas. Bizlarda shuni ko'rsatib beradigan va shuni o'qitadigan, o'rgatadigan, tahlil qiladigan o'shanaqa mutaxassislar yo'q deb o'ylayman.